Internetda million prosmotr bo'ladigan layfhacklar hayotda o'zi ishlaydimi yoki ishlamaydimi? Sizlar bilan Omonxon va bu videoda biz hamma savolga javob topamiz. Ketdi. Bu videoda kolaga sutni qo'shsa kola suvga aylanib qolishi, internetdagi layfhacklarni hayotda ishlamasligi va albatta eng qizig'i bu videoda men o'zimni eng yaxshi ko'rgan narsamni sindiraman. Menimcha hammaga qiziq bo'lsa kerak, shuning uchun video boshida like bosib qo'ying. Salom o'rtoqlar, biz hozir oxirgi paytda trendga chiqayotgan layfhacklarni hozir o'zida sinab ko'ramiz va ular rostdan ham ishlaydimi yoki shunchaki sizni qulog'ingizga lag'mon ilgan holda ular prosmotr ilib ketadimi? Shunga hozir oydinlik kiritamiz. Birinchi layfhack. Nima? Что я не понял? To'g'risini aytsam, bu layfhack ishlashiga umuman ishonmayman. 100% ishlamaydi. Lekin baribir sinab ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, bu layfhackni xullas sinab ko'rish uchun bizga ikkita detal kerak bo'ladi. Birinchisi kola. Montaj kuchli-da bizda. Да ладно, всем похуй, ты чё? Ikkinchi kerakli narsa bu albatta sut. Sigir suti. Hozir sutni ham sahnamizga chaqiramiz. Ana, TikTokda mana shunaqa jinnicha perxotlarni ko'rsam, kulardim. Sizlar ham kulib like bosayapsizmi? Qarochi o'rtoqlar, kola bor, sut bor, biz ham tayyor. Xolos boshladik. Shuni sinov qilib yuborish kerak-da. Sal kommentarish kerak-a? Mayli. Hozir. O'rtoqlar, mana kolani mashinada choyni biz shu to'kib tashladik. Birinchi marta ko'rishim, kolani Pepsi'ni idishda ichayotgan odamman. Ko'p cho'zib o'tirmasdan, xolos boshlaymiz. Kolani ochdik va sut. Laboratoriya ishiga o'xshaydi. Kirishyapti. Biz o'zimizning eksperimentlarimiz bilan sizlarni zeriktirib qo'ymaslik uchun, sizlar uchun yana bir narsa tayyorlaganmiz. O'rtoqlar, qaranglar, hozir biz Muhammadjon aka bilan o'yin o'ynaymiz va o'yinda yutqizgan inson o'zini eng yaxshi ko'rgan narsasini va har doim ishlatadigan narsasini hozir o'zida olib chiqib sindirib tashlaydi. Rozimisiz? Hozir sizlarni o'yinni qoidalari bilan tushuntirib o'taman. Xullas, shu yoqqa qo'yamiz va hammamiz yoshligimizda o'ynagan bizda tosh atar deydi, boshqalar boshqa aytasa kerak. Xullas, tosh atar o'yinini o'ynaymiz. Mana shu toshdan ro'parasi 10 metr uzoqlikdan turib, kim poylasa, o'sha inson yutadi. Poylamagan inson qardan yutqizadi. Xullas, hamma ishtirokchini 3 tadan shansi bor. 3 tadan shans. Menimcha hammalar o'yinning qoidasini tushundilar deb o'ylayman va biz boshlaymiz. Tosh otishni kim birinchi bo'lib boshlashini biz legendarniy Dondonziki bilan aniqlaymiz. Ket. Dondonziki. Kirishyapti. Mana qarang. Voy. Kuturing, osal chaqataylik. Qarang, lekin haqiqatan rangini yo'qotdi. Mana qarang. Qarang. Qani qora rang. Кофе yo'qoldimi? Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Telefonim tushdi. Ko'rib turganingizdek, kola o'zini rangini yo'qotdi va qanaqadir jigaring bo'lib qoldi. Lekin biz yana sut qo'shishga davom etamiz va jigaringdan balkim yana ocharib, balkim haqiqatan prozrachniy bo'lib qolar. Ya'ni oddiy suv. Shu tarjimasini bilib uchun. Mana kolani xuddi bitta ko'rdi. Bla-bla-bla. Kimyogar ketdik. Oh! Cappuccino! Boom! O'rtoqlar, bu kolamiz borgan sari rangini yo'qotdi va hozir bunga yana mashinadan to'ldirib sut qo'yamiz-da. Undan keyin buni 1 soat o'z holiga qo'yamiz. Qani, 1 soat balkim tinib bundan tushib, razrashni bo'lib qolar. Chunki videoda xuddi shunaqa bo'lgandek edi. Adashmasam. Xullas, ket, yana qo'yamiz.
Ha, uy. O'rtoqlar qaranglar, bitta narsani o'sha aytib sizlarga o'tay, mana qaranglar. Hozir mashina yana boshladi. Qarash, hozir mashina o'sha 1 soat qo'yib qo'yamiz, motorni ham bosib qo'yamiz. Что silishoninglar. Bizda sizlarni aldamaymiz, chunki bizga kerak emas. Bizda naborot bizda sizlar tarafdan bo'lib turib, sizlarni aldamasliklarini tarafdorimiz. Tushungan bo'lsangiz bo'ldi chiqadi. Sut bilan kolani hidi bitta dekazon oshishib olar ekan. Hozir ishim ko'raman hozir. Mana o'rtoqlar sizlar uchun Coca-Cola emas, Coffee-Cola. Tosh otishni kim birinchi bo'lib boshlashini biz legendarniy Dondon Ziki bilan aniqlaymiz. Ket. Dondon Ziki. O'rtoqlar boshdan shundoqdan boshlash kerak. Xo'sh. Va nihoyat yana men navbatim keldi. O'rtoqlar, agarda men aytishim olisizlar, tez like bosib qo'ying. Tez shunda men aytaman. Mayli. Kattasini oldim, chunki kattasi tegish osonroq. Buni faqatgina davrda tosh otar qilib o'ynagan bola ishlanadi. Ketdi. Qanaqasiga? Muhimi qatnashish, g'olib emas. Fizikani hisobga olib turib, bo'lni hisob-kitoblar bilan ishlash kerak-da o'zi bu o'yinda. O'rtoqlar, qaranglar, buni prasrashi yo'q qolib pashti. Yana bir kishi o'tirsa, shu oddiy suvga o'xshab qolsa kerak. Xullas, ashida shokka tushib qoldim. Dashi bor-ku, men mana qilsam orqasidan qo'lim ko'ryapti. Shu darajada bo'ladi deb o'ylamagandim lekin. Sen ishonarmi deylar? O'rtoqlar, aslida hech bo'lib o'zgargani yo'q. Браво, по-мужски, просто охуенно, улём. Mana, xuddi как kolaga sut qo'shsa, kofering bo'lsa, xolos shunaqa kofering bo'ldi. Bu Coca-Cola bo'ldi. Va buni sal qiziqarliroq bo'lish uchun bir qultum ichib ko'rmoqchiman. To'g'risi menga ham qiziq. Hididan chaqaloqdek yotdi. Как sut, kola. Tama shirin ekan. To'g'risini aytsam, o'rtoqlar, tama ja unaqa emas, uncha ja unaqa menga yoqmadi. Menimcha biz xato qildik. Ya'ni 1 soat kam bu uchun. Shu uchun biz buni o'sha hech kim tegmaydigan joyga qo'yib qo'yamiz va har kuni qarab o'tamiz. Balkim bir haftadan keyin yoki vashida bir oydan keyin yoki vashida bir kunda prozrachniy bo'lib qolar. Biz hozircha shu va biz bunga 1 dan 10 gacha baholaganda 3 qo'yamiz. Chunki biz har kimga ham bunaqa normal baho qo'ymaymiz. Va buni ta'miga kelgan bo'lsak, fu, hidi, no chut normal. O'rtoqlar, boy aytayotganimdek biz buni xolos hech kim tegmaydigan joyga qo'yib qo'yamiz va bir haftadan keyin yoki bir kundan keyin qanaqa o'zgargan va qanaqa rezultatlarni men o'zim Instagram sahifamdagi storiesga joylashtirib boraman. Shu uchun Instagramga mana obuna bo'lib qo'yinglar. Chukchimu o'tdan alohida takoy kontentlar bor. Menimcha hammangiz bilasizlar. Ikkinchi life hack. Before you become something, you gotta believe it. So I'm gonna speak it out into the world. Different! Qanaqasiga shuncha kachokli oddiy tuxum yozolmayapti. Menimcha bor-ku, bu so'z yolg'on. Mana shu masalan tuxum xolos o'rnini turib oling. O'rtoqlar, qarang, sizga tushuntirib o'taman. U videoda mana mamlaq qilyapti. Ikkita barmoq mamlaq qilib, mashaq sindirmoqchi bo'lishyapti. Sizlar qorni bilan mamlaq qilib sindiraman deb turib, sindirsa bo'lar demaylik, chunki bu oson bo'ladi. Mamlaq qilsa qiyinroq bo'lar ekan. Qaranglar. Hop, ha. Bir sir qolsa. Xuddi o'sha ushladim. Mana. Ketdimi? Men o'z ustimda ishlayman deb o'zim ustimga kirib qo'ydim. O'rtoqlar, men hozir o'zim qutqarib qolishim mumkin. Agarda qutqarib qolasam, sen menga kuch ato et. Buf, to'g'ri bor-ku. Bismillah. Yana bitta urinish, endi 100% yutaman. Voy! O'rtoqlar, bilib turganingiz shot 1-1, ya'ni teng bo'ldi. No baribir ham biz hozir Dondonski o'ynaymiz va g'olib aniqlaymiz.
baribir yaxshi o'rgansangiz, olib chiqib sindirasiz. Fight. Xullas, boshladik. O'rtoqlar, men afsar bo'lsinki, men yutqizdim va hozir olib chiqamiz endi. Sinmayapti. Mana. Qanaqasiga? O'rtoqlar, qaranglar, mana xuddi maktab ishlaydi, sindirish harakat qilinglar. Mana, qaranglar. Men o'yladim, ichida sir ketadi o'yladim. Это, конечно, неправда. Da, agar kimdir sindira olsa, mana shuni, xolos sindirganini videosini va storiesiga aytib, mana Omonxon aytib kelib qo'ysam, hammasi ko'rib da'vat qilaman. Haqiqatan mana shunday, men xuddi men to'g'ri sindira olsam kimdir. Bilyap, qo'lim og'riyapti. O'rtoqlar, xuddi shu paytda o'ylashingiz mumkin, bu haqiqiy tuxum emas. Mana qarang, mana qarang. Qarang mana. Mana. Haqiqiy tuxum. Lifehack 100% to'g'ri ekan. Bu lifehackga 1 dan 10 gacha baholaganda 10 qo'yamiz. Lekin qaranglar, bitta qo'lni sindirsa bo'ladigan oz ko'ramiz. Mana. Mana o'xshadi. Xuddi shu paytda aytib o'tish kerak, shu isrofgarchilik o'tkazish uchun yo'q. Biz hozir buni pochag'ini olib turib, aroqda qovurib yeymiz. Oddiy tuxum. Men o'ylamagandim işte. Mana qilsamchi. А что, так можно было, что ли? Ko'rib turganingizdek, o'rtoqlar, bu lifehack 100% ishlar ekan. O'sha videoni biz uyda sinab ko'rsan, o'sha gap. Agarda kimdir xuddi boyagidek men sindira olmagandek va ancha-muncha qachokli sindira olmagandek stilda uni qasd sindirib bersa, xuddi to'g'ri ishlab, tuxumni ham to'g'ri joylashtirib, o'sha odam mana, короче, aytmagan storiesiga qo'ysa, men uni da'vat qilaman. Xullas, go. Mini challenge. O'rtoqlar, sizlar bilasizlarmi yo'q bilmadim-ku, lekin men vashi muzika jinsiman va bu men yoshligimda dadam olib bergan, xullas birinchi kolonkam. Va buni hozir ishlatmayman, lekin saqlab qo'ygandim. Xullas, sindiramiz. Aytgancha, biz hozir Kamazlar qabristondamiz. O'rtoqlar, qotil ishga tushdi. Xullas, hozir mana shu qo'limdagi armatura bilan mana shu kolonkani urib sindiraman. Legendarniy korobka. Kolonka. O'rtoqlar, men buni yuragiga bolta suqdim. Yo'q, armatura. Davom etamiz. Bo'ldi ana. Bunaqasi qayerga tashlaymiz yoki musorga tashlaymiz? Sinib ketdingmiz kunimiz. Xullas, video shu bilan yakunlandi. Qaranglar, biz yangi videosi uchun tayyorlaganmiz. Xullas, unda ikkita emas, 4 ta lifehackni xuddi shunday sanab ko'rganmiz va juda ham qiziqarli lifehacklar. Agarda sizlarga qiziq bo'lsa, mana shu videoni tagida 10 mingta like yiqqandan keyin o'sha videoni qo'yaman. Shuning uchun hozir pastga tushing va like bosing. Instagram, Telegram, TikTok, YouTube ga obuna bo'ling. Va albatta o'z asrang. Sizlar bilan Omonxon bo'ldi. Yana 3-4 kunda yangi video chiqadi. Bu yog'iga yangi videolarni bosib chiqaramiz. Kameralar mana aylanib ketishmasa, tavab hisoblaydi. Ciao, bambino!